Allo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Doniyorov Eshmirza akamiz bilan bog'landikmi? Ha, Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? rahmat. Rahmat. Bugungi Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga esa ummat bo'lgan kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ayni daqiqalarda qimmatli vaqtingizni olib, qo'ng'irog'ingizni band qilib turgan, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan samimiy tilaklar loyihasini boshlovchisiman. Bezovta qilib qo'ygan bo'lsam, avvalambor sizdan uzr so'rayman. Rahmat. Loyihamizga yaqin insonlaringiz tomonidan siz uchun tabriknomalar yetib kelgan edi. Qaysi bir yaqin insoningiz, mehriboningiz sizni xursand qilmoqchi bo'lgan, nima deb o'ylaysiz? Bilmadim. Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Yo'q. Shukrat. Aha, unda o'zim sizga ayta qolaman. Ahli ayolingiz, suyangan g'amxo'ringiz, Hulkarxon opa, farzandlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz nomidan yetib kelgan ekan ushbu dilnomalar. Rahmat. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Maylimi, birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, ularni siz uchun yuborgan dilnomalarini o'qib eshittirsam. Tinglaysizmi? Tashakkur, marhamat, tinglang. Demak, bizda dilnoma. Ular shunday debdilar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Qalbim ardog'idagi, men uchun qadrli, Allohim inom etgan eng buyuk baxtim. Kelajagimni porlog'i bo'lgan farzandlarimning mehribon dadajonisi. Ota-onamizning doim qalb ardog'idagi eng yaxshi farzandi bo'lgan juft halolim. Mana shu bugun hayotimdagi eng quvonchli kunlardan biri. Alloh inom qilib, taqdirimga bergan suyukli yorim. Sizning bugungi Alloh haq taoloning o'ziga suyumlilardan bo'lib, bu dunyoga kelgan lahzalaringiz bilan Habibimiz, Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ummatlari safini yana bir nafar ummatga ko'paytirgan bu yorug' olam yuzini ko'rgan oningiz bilan chin ko'ngildan muborakbod etaman. Kirib kelgan yana bir bahor olamingiz muborak bo'lsin. Rahmatga sizdek insonni inom etganiga yaratganimga mingdan ming shukrlar, shukronalar aytaman. Ilohim tanu-joningiz sog' salomat bo'lsin. Kelajagimizning poydevori bo'ling inshaalloh. Davralarning to'rida, dasturxonlarning zo'rida, ota-onalarimizning niyatlariga yetkazib birgalikda Allohimning baytlari bo'lmish Kabatullohlarga olib borguvchi insonlardan bo'ling ilohim. Saxiy, g'ani boylar safidan bo'ling. Allohimning suyumli bandalari qatorida savlat to'kib yuring, boringizga shukrlarim bo'lsin. Boringiz men uchun eng katta baxt. Zulmat ko'nglim yoritgan quyoshim, sizni menga bergan Rabbimga rahmat. Boringizga shukr, Umar yo'ldoshim deya ikki dunyo savob va saodatlarini tilagan ahli ayolingiz Hulkarxon opamiz bo'ladilar. Sizning ham ahli ayolingiz uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa marhamat, albatta yetkazib qo'yamiz. Ya, mayli, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat.